Qadimgi tibbiyotda aytilishicha, murch og'riqlarni bosadi. Mushak va asablarni qizdirishda hech narsa unga teng kelmaydi. Oq va qora murchning ikkisi ham asab va paylarni qizdiradi. Falaj bilan qaltiroqga, asab dardiga davo bo'ladi. Yuz qishi esa, lab tortishsa foyda qiladi. Murchni yog' bilan qo'shib surtilsa, et uvishishda foyda qiladi. Murchni mayiz bilan qo'shib chaynalsa, yopishqoq balg'amni ko'chiradi va butunlay yo'qotadi. Murch yalanadigan dorilarga qo'shib iste'mol qilinsa, yo'tal va ko'krak og'riqlariga foyda qiladi. Murch asal bilan qo'shib tanglayga surtib qo'yilsa, tomoq og'riqiga foyda qiladi va o'pkani tozalaydi. Murch ovqatni hazm qiladi, ishtahani ochadi, sovuq me'daga yoqadi. Me'da ichidagi quyuq bodni, ichakdagi yel va bodlarni haydaydi. Tanadan yomon xiltni yo'qotadi. Uzun murch va oq murch dafna, ya'ni lavr daraxtining yangi bargi bilan ichilsa, qorin damlashiga va ichak og'riqlariga foyda qiladi. Oq murch me'da uchun ko'proq mos keladi va uni ko'proq kuchaytiradi. Uzun murch ovqatni osonlik bilan ichaklardan o'tkazadi. Uni sirka bilan qo'shib ichilsa va surtilsa, taloq shishlariga yaxshi foyda qiladi. Murchni sirka bilan ishlatilsa, tishga foyda qiladi. Murch siydikni haydaydi, bolani tushiradi. Oq murch zaharga qarshi dorilar tarkibiga kiradi. Hasharotlar zahrini kesadi. Uzun murch ham gazandalar chaqqan joyga foyda qiladi. Yog' bilan surtilsa ham shunday, ilon zahrini yo'qotadi. Oq murchning tozalash xususiyati borligi sababli ko'zga suriladigan dorilar tarkibiga kiradi. Murchning bir ichimi 213 gram. Murchning mijozi 3-darajada quruq va issiq. Ayrimlar 4-darajada issiq deyishadi.